erkak kishini ro'mol o'rab, hijob o'rab o'tirganini ko'rganmisizlar? Marhamat. Hoji aka bilan sikishganman, nima deyapsiz Guli opa? Ko'timga sikkanlar oldin, yerim bo'lmaganda 1 yil oldin. Buni ismi Humoyun, shu ismga bir isnot topib kelgan odamlardan biri bu. Men bunga gapirgandan, bunga nimadir degandan foyda yo'q. O'sha bu tomon bo'lgan odam. Meni savolim buni poddershka qilib o'tirgan odamlarga. Bu TikTokda bogina deb nik ochib olgan o'ziga. Efirda 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 talab odam o'tiradi. Bunga poddershka qilib, sizni muxlisingizman deb bunga like bosib o'tiradi. Odamlar sizlar qayerga qarab ketyapsizlar? Sizlarning onginglar, fikringlar qayerga qarab ketyapti? Alamlisi o'zimiz o'zbeklar shunaqa poddershka qilib o'tiribdi. Nima sizlar kutni poddershka qilyapsizlarmi shunda? Bu gapirib o'tiradi. Meni erim bor, erim bilan yashayman deydi. Onashir biladimi? Erim borligini onashir biladi. Buni orientatsiyasi buzilgan, tushunasizlarmi? Misol menda tushuncha shunaqa, mana erkak bilan ayol, ayol bilan erkak. Menda ko'pchilik mujiklarda boshqa tushuncha yo'q. Erkaklar poddershka qilib o'tiribdi shuni. Uyat